Tushganmi deylar? Tayyormisizlar? Katta bola haqida gaplashamiz. Kakachamni yeyapsan. Endi kichkina bolalar haqida gaplashamiz. Qani ketdi. Kichkina bolalarni ertalab turishi bilan kichkinasi kelib turgan bo'ladi. Kichkina bolalar ko'rgan narsasini oldirmasdan qo'ymaydi. Agar olib berishmasa, fatality usulini qo'llashadi. Bu usuldan hali hech kim qochib qutulmagan. Fatality. Katta bolalar restoranga kirganda oddiygina stulda o'tirsa, kichkina bolalar o'zining maxsus taxtida o'tirishadi. Бабалям, синий трактор едет к нам, у него в прицепе перекличка. Qoch, kichkina bolalar kelyapti. Ha, aytgancha kichkina bolalar uncha munchasidan qo'rqmaydi, faqat bitta odamdan qo'rqadi. Islom, ko'zingni yum, o'z doktor chaqiraman. Uxladim, ko'zim yumdim. Ana tush ko'ryapman. Bilib qo'yinglar, kichkina bolalar uncha muncha bog'chaga borishmaydi, faqatgina Montessori ta'limning Sergeli filialiga borishadi. Bu yerda kichkina bolalarni maktabga tayyor qilib berishadi, o'qish, yozishni o'rgatishadi. Gimnastika, karate, musiqa, suzish mashg'ulotlari bo'lib, logoped, massaj xizmatlari ham mavjud. Darslar rus tilida olib boriladi, qo'shimcha ingliz tili, xitoy tillari ham mukammal o'rgatiladi. Manzilimiz Sergeli Yangi hayot do'stlik 2 da joylashgan. Eng shokolad joyi kichkina bolalar kattasini qilib qo'ysa ham o'zi ovora bo'lmaydi, kattalarni ovora qiladi. Hayat şaşırtır hep zaten. Ben